Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil iyul oyining boshlanish bozoridamiz. Andijon avtomobil bozorida. Spar bozoridamiz bugun. Bozorlar qizigandan qizib, har doim serob. Mashina ham yaxshi. Hozirgi bo'lgan holat haqida sizlarga ilindim aziz vatandoshlar. Mana 2011-yil ekan 425 mingcha yuribdi. Bir qop temirga hojaga 2900 bo'ldimi hozir? 2825. Ha, 2825 bo'ldi. Ha. Ya 2000 ham bilan bo'ldi. 2900 dollarga mana hozir baraka bo'ldi. Tirishlikka olishdi, xudo xolasa. 2011-yil charis motor bilasizlar. Mengaligi Matistonniga Spark olaman deb yurgan aka-ukalarimizga mana Sparklarni olsanglar bo'ladi. Qarang, mana hozir 2000 misol uchun 900 dollar. Nihoyatda ham qulay narx. Motorlari ham yo'q, yaxshi deyapti, faqat kirashkasi bir qop temirga bo'ldi endi. Endi etbetlarda ishlangan joylari ham bor ekan, bir qop temirga deyildi. Kirashkasi adamayda deyilmadi. Mana aziz vatandoshlar, xudo xolasa mashinadan meteor olaverasizlar, yengil. Matistonniga Spark minaman degan ko'kalarimiz mashinadan andaza olaverasizlar, xudo xolasa. Mana aziz vatandoshlar, hozir yana bitta savdoni ustidan chiqib qoldik. 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kirashkasi toza ekan. 5700 qilyapti Minarmon. Minarmon 5700 qilyapti. 18 yili yurgani, ammo 300 mingdan oshiroq ekan. Shu kirashkasi toza ekan. Zo'r ekan. Buni o'zimiz ham 2014 Spark'imizni olib chiqdik. 2014 225 ming yurgan. Holati juda ham go'zal holatda, kraskalari bitta Kirilosda bor xolos, 2-3 ta petnocha, kichkina petnochalar sepib turganmiz. Nesi 3 ta diskasi qo'yilgan. Motor, korobka, hadovoy, konditsioner hamma yo'g'i go'zal. Narxi aziz vatandoshlar, eng oxirgi narxi 4900 dollarga beramiz, xudo xolasa. Mashina juda ham go'zal holatda, o'zimni qadrdon do'stimning nomida. Generalni yuraverasiz, xudo xolasa. Sotyapti ham yana generalniga deb sotaverasiz. Mana mashina 2014 ekan, bu ham birinchi pozitsiya ekanmi? 2014 birmidi, 2 yil shekilli. Ha, 2 yilda bir tomdan past kirasiz edi. Ertamadan 4000 dollar berishdi mana shu mashinaga, mashina qurishlar. 4000 dollar beradi bermadi 2014. Buni ham hozir namozlar arzonligiga qiziqib qolganlar bo'lsa, Ratchka buni ikkinchi pozitsiyada yurgani qancha edi? Yurgani 420. Yurgani 420 ming, motor rasxoti yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomeringiz nechi? 88lik 121 0130 telefon qilaveradi. 31ga 0131 ga qilaveradi. Generalni chiqaveradi, xudo xolasa. O'zingizning nomingizda, mana yosh yigitning nomida, o'zining nomida ekan. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Ertaman mana 4000 qilishni berman. Ya'ni ustiga yursa xudo xolasa beradi, to'g'rimi? Balonlar ham zo'r ekan. Bemalol uyda bitta ro'zg'orni bemalol eplaveradigan mashina ekan, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Mabodo kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mashina olib qo'ying, olib borib qo'ying, dokument qo'ying, mana shunaqa holatlar bo'lsa, 90lik 217 377, 93lik 577 76 79 ga telefon qilaverasizlar aziz vatandoshlar. Xudo xolasa faqat sizlarning foydangizlarga qilib, ishinglarni bitirib, joy-joyiga qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar, vatandoshlar ko'payishsak, xudo xolasa. Sizlar uchun mehnatlarni qilyapti, xudo xolasa. Mana chaman qilib hamma yo'lda eng so'nggi ma'lumotlardan berib boryapsiz, xudo xolasa. Omon bo'linglar, Allohning panohida bo'linglar. Boshqa davlatlarda xizmat safarlarda yurgan aziz aka-ukalarimiz, Allohning panohida bo'linglar, sog' bo'linglar.
yaxshi niyatinglarga yetishinglarni biz ham duo qilib so'rab qolamiz.